Ozod, bu yoqqa kel. Mana shu narsani ko'rsat. Ko'pchilik mana shu YouTube kanalimiz a'zolari, podpischilarimiz musofirlarni tashkil qiladi. Bu bizani adashmasam 39-maktab Kritini ro'parasi. Kvartiramiz ham mana shu joyda joylashgan. Bu kontrkatcholist beradi. Kvartira ideal. Narxini boshida aytib qo'yaman, sizni zeriktirmaslik uchun. Narxi 79 ming, kvadrati 90 kvadrat, 3-etaj, 3 xonalik, 2 tomonlama proyekt. Hamma jihozlarni qoldirib beraman. Mana bu bizani kvartiramizni oshxonasi. Shu avrani bitta ko'rsatasiz. Mana shu oshxonamiz necha metr bo'lsa, mana shu oxirigacha mana shunaqangi mebeldan chiqarib qo'yishgan. Stiralka, xolodilnik hammasi qoladi. Keling, proyekt tushuntiraman. Bu kirish eshigi ikki tomonda uylarimiz joylashgan. Razdelni sanuzulni ko'rsating Ozodjon. Narxi bitta like bo'lsa siz ichkarida kabina bor, dushovoy. Uni ham albatta ko'rsatasiz. Bu yoqda kokolitli unitaz, eron kafel, metroviy kafel deb qo'yishadimi? Bu birinchi bizani yotoqxonamiz uchun ajratilgan xonasi. Eshiklarni ham alohida albatta inobatga olasizlar, buni ham ko'rsataman. Magnitli eshik deb qo'yishadi. Shuni albatta ko'rsatishimiz kerak. Mana shunaqangi yopib ochilishi, brala bor koridorimizda. Mana bu yoqda esa yosh bolajonlarimiz uchun yana bitta yotoqxona. Mana shoshilayotganim zal. Bambukiy panel deb qo'yishadi. Endi zamonaviy yaxshi remontlarga yetkardi bizani. Bu yoqda TV zona kattaligini ko'ring. Mana degan marakayizda o'tkazib beradi. Bu panorama ko'rinishdagi deraza, 3-qavat Kriti majmuasi. Kritidagi o'sha chorrahani, Kriti ko'rinishini hammasini ko'rsatasan Ozodjon, musofirda yurganlarga albatta qiziq. Narxi o'sha 79 ming, yana kelishlarda egasi yaxshi odam, joy juda ham zo'r. Sizni shaxsan uchrashtiraman, barakasini qilasiz. Maza qilib yashayverasiz. Shu zal yo'qdi menga, ochig'i. Remontni mana shu syomka jarayonida o'zimni uyimni remontlarini qanaqangi qilay degan gaplar bo'lmasligi uchun shunaqangi efirlarni qilamiz, o'zimizga keraklisini olamiz. Balkim kvartirani o'zini olamiz. Like bosib kuzatasiz, o'zingiz asrang, salomat bo'ling.